Lovers. To'satdan qo'pollik qilganim uchun uzr so'rayman. Bir narsa so'ramoqchiman. Bu iltimosnoma. Man sizni qo'lingizni so'ramoqchiman. Nima? Qo'limni? Ha, Sizning rafiqangiz bo'lamanmi? shunaqa. Kechirasiz, buni rad qilaman. Nega? Nega u bundan xursandlik kulyapti? Telegramdagi Ayni Lovers kanali uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. 7-umr animesi. Ovoz berishda ishtirok etdi. Tamyoka, Karasu, Mitsuha va Itachi. Tarjimon Zenitsu. Taiming Itachi. Birgalikda Telegramdagi Ayni Lovers kanalida Maroq ila tomosha qilamiz. Gulxeyn Valiq shahzodasi Rishega turmush qurish taklifini qildimi? Nima? Mani kelajakda o'ldiradigan odam qo'limni so'radimi? Uning maqsadi nima o'zi? Bu axir qirol. Nega oliy janoblari bu yerda? Ota, nega shuncha yo'l yurib bu yerga keldingiz? Janob oliylari, Shahzoda Arnold, mani o'g'limni ahmoqligi uchun kechiring. Ledi Risha, o'g'lim uchun sizdan ham uzr so'rayman. Chin qalbdan uzrimni qabul qiling. Menimcha Shahzoda Arnold niyatlarini eshitgandirsiz, lekin men ham buni sizdan so'rayman. Bu kabi narsalar hech qachon xalqlar do'stiga soya sola olmaydi. Ammo iloji bo'lsa, u bilan gaplashib olish uchun biroz vaqt so'rayman. Iltimos u bilan boring, Risha xonim. Agar rad qilsang, menda so'nggi chorani qoldirgan bo'lasan. siz o'zi nimani rejalashtiryapsiz? Hech narsa. Men tamomila seni sevib qoldim. Nima? Sen qoidani buzgansan. Endi seni hech kim qo'llab-quvvatlamaydi. U haq. Agar hozir birinchi hayotim bo'lganida u kabi o'ylardim. Lekin hozir bilamanki, hayotning imkoniyatlari cheksiz va uzluksiz. Biroq qarshimdagi vahshiy qotil va bo'lajak imperator. Men yashagan barcha hayotlarimda meni o'limimga sababchi bo'lgan urushni ochgan. Nega u bunday qilgan? Agar yonida bo'lsam, buni bilib ola olamanmi? Meni sevib qolganingizni aytdingiz. Shu sababdan turmush qurishni taklif qildim. Keyinchalik meni xudbin iltimoslarimni bajarasizmi? Agarda bu men ixtiyorimda bo'lsa, qo'limdan kelgan barchasini qilishga va'da beraman. Unday bo'lsa, nikoh marosimi uchun zarur bo'lgan narsalar men aytgan savdogardan sotib olinadi. Sen istaganingdek. Turmush qurganimizdan so'ng boshqa mamlakatlardan ham mehmonlar keladi. Shahzoda rafiqa sifatida bu sendan so'raladi. Men imperatordan alohida yashamoqchiman. Agarda sen uchun bo'lsa, hammasiga roziman. Nihoyat yana bir iltimosim qoldi. Men qasr ichida butunlay dangasaga aylanaman. Bekorchiga aylanib, umuman ish qilmayman.
Ha, bundan tashqari manga barmog'ingizni uchini ham tekkizmaysiz. Qo'lingiz nega menga qaratilgan? Siz va'da bergansiz. Menga barmog'ingizni uchini ham tekkizmaysiz. Menga bunday nafrat bilan qarama. Shunchaki sen mendan olgan narsani qaytarmoqchi edim. Afsusda meni ma'zur tutasiz. Sen olqishlash uchun shuni ayta olamanki, qilich bilan uxlashing hayratda qoldirdi. Nahotki yostiqni o'rniga qilichni olib yotgan bo'lsam? Senga teginishimdan oldin meni his qilganing hayratga soldi. Bunday darajaga erishish uchun juda ham ko'p mashq talab qilinadi. Ha, to'g'ri aytasiz. Men sen tanlagan savdo kompaniyasini uchrashuvga taklif qildim. Kattakon rahmat. Arya savdo kompaniyasi. So'nggi paytlarda bu kompaniya ko'p e'tibor tortmoqda. Ularga oldin ham homiylik qilganmisan? Ha, ular sifatli mahsulotlar sotishi haqida eshitgan edim. Men ham bu hayotda tezroq ular bilan tanishib olmoqchiman axir. Uning ko'rinishi hayratlanarli darajada kelishgan. Nima bo'ldi? Yo'q, hech narsa. Otlarni to'xtating, dushman! Haligi Shu yerda qolib o'zingni ehtiyot qil. axir ritsarlar bor-ku, o'zi jangga borib nima qiladi? U menga o'zingni ehtiyot qil dedimi? Mayli. Allaqachon tugadimi? Garchi sen bilan yolg'iz kurashishni xohlagan bo'lsam-da, bu hatto zerikishimni ham bosa olmadi. Qaroqchilarni hibsga oling. Bosh soqchilar esa yaradorlarga qarasin. Askarlar o'lmabdi. Hatto bittasi ham. Xo'y, ahvoling yaxshimi? Shoshiling! Ahvoling yaxshimi? Xo'y. Nima bo'ldi? Mani tanam ishlamayotgandek. Bu zaharmi? Yara va yurak o'rtasidagi qon o'tish joyini ushlang va darhol zaharni so'ring. Haddan tashqari ko'p pishirilgan olma hidi. Bu sheya o'ti va blyukab tosh qo'ziqorinlari. Ehtimol bundan yaqin orada ovchilar foydalanar. Garchi bu halokatli bo'lmasa-da, ta'siri bir necha kun davomida davom etadi. Garqayngacha, ya'ni 2 kun kerak. Agar ularga yo'lda g'amxo'rlik qilsak, Yo'limizda ovchilar shaharchasiga duch keldik. Qaytib ziddi zahar olamiz. Kechirasizlar. Men ziddi zahar tayyorlay olaman. Qo'limda bor o'simliklardan tayyorlay olganim baxtimiz. Agar u qaynatilgan bo'lsa, samarasi yaxshiroq bo'ladi. Lekin hozir shoshilishimiz kerak. Ular mendan shubhalanishyaptimi? Xo'y. Nimalar qilyapsan? Hammasi joyida. Iltimos tashvishlanmang. Bu ziddi zahar Kareliya yong'oqlari, likuri o'ti va luko gullardan tayyorlangan. Iltimos qaror qabul qiling. Bu dorini ishlatasizlarmi yoki keyingi bir necha kun davomida uxlamaysizmi? To'g'rimi, Oliy hazratlari?
Yomon narsa bo'lmaganidan xursandman. Bundan tashqari, nima uchun yoningizda soqchilar bor deb o'ylaysiz? Ritsarlar jang maydonini tark etib, yo'qotishlarga duchor bo'lishdan ko'ra, uni o'zimizga qo'shib milliy manfaatlarni himoya qilganimiz ma'qul. Bundan tashqari qurbonlarsiz o'tdik. O'ylab ko'rgan holda shunday deyapsiz. Ammo Rishi xonimni o'zingiz bilan olib kelganingiz Bu meni ishim emasdi. Shunday qilib gullar ularga qarash uchun emas, amaliyot uchunmidi? Va yana vagondan qanaqasiga tusha olding? Bu sir bo'la qolsin. Mani xizmatkor sifatidagi hayotimda xonim doim ichkaridan qulflab olardi va har safar eshiklarni ochishga majbur bo'lardim. Nega bunchalik menga tikilib qoldi? Biror gapingiz bormidi? Yo'q. Men shunchaki seni tushunib bo'lmaslik to'g'risida o'ylayapman. Mani dam oldirish uchun nimalardan foydalanishingdan qat'iy nazar, men ularni intizorlik bilan chetlab o'taman. U men haqimda yirtqich hayvon kabi o'ylayapti. Buni siz uchun qilganim yo'q, oliy hazratlari. Buni bilaman. Sen biroz avval o'lim xavfidan asrab qolgan ritsarlardan biri. Bir vaqtlar xarobalarda yashagan. Galxayn o'zini meritokratiyasi sifatida ulg'aydi, lekin ularni kelib chiqishi tufayli adolatsiz baholanganlar ko'p. Shunga qaramay u atrofga umuman e'tibor bermagan. U juda ham mehnatkash ritsar bo'ldi. Eng yomon holatda bo'lgan ritsar ham bu yerga uzoq vaqtdan beri tayinlanmagan. U esa bu vazifani bajarish uchun kecha-yu kunduz mashq qildi. Katta ritsar esa o'sha yangi ritsarni himoya qilmoqchi bo'lib, u bilan birga yaralangan. U boshqalarga g'amxo'rlik qiladigan odam. Siz ritsarlaringiz haqida juda ko'p narsani bilar ekansiz. Chunki ularning hayotiga men javobgarman. Ularni qutqarib qolganing uchun rahmatimni qabul qil. Men hech narsaga tushunmayapman. Nima, bu uning soxta yuzimi yoki aksincha? Men shunchaki o'zim egallagan bilimlardan foydalandim. San kabi o'simlikshunoslik haqida ma'lumotlarga ega bo'lgan oliyjanob ayol kam. Nima uchun ritsarlaringiz menga yovuz odamdek nigoh tashlashdi? Sani menga unashtirilgan ekanligingni eshitishdi. Ular xayolida men qandaydir yovuz qizga uylanayotganim to'g'risida mishmishlar mavjud. Tushunarli. Unda men haqimda imperator hazratlariga nima degan edingiz? U qirollik oilasiga daxldor Garsik oilasidan va shahzodani kelini edi. U meni xayolimni oldi va men uni o'g'irladim. O'g'irladim? Chunki imperator uchun bu boshqa qirollik oilasidan bo'lishi majbur edi. Xuddi garovga olinganga o'xshabmi? Galxaynda senga nisbatan qo'pollik qiladiganlar bo'lishi mumkin. Agar eng yomoni sodir bo'lgan taqdirda ham... Axir bu juda ham zo'r-ku. Nima? Agar men garovga olingan bo'lsam, demak xizmatga chiqarilmayman. Xo'sh, menimcha yo'q. Ajoyib, demak bu dangasa bo'laverishimni anglatadi. Rahmat janob oliylari. Arzimaydi. Lekin sal avval menga qo'l tekkizmoqchi bo'ldingiz, to'g'rimi? Bu muqarrar edi. Va'dani buzmang, xo'pmi? Yerosti boyliklari va unumdor tuproqqa ega bo'lgan Galxin mamlakatiga kirib keldik. Oldingi hayotim davomida bu meni yagona tashrif buyurmagan mamlakatim edi. Demak, bu imperator poytaxti. Nima, biror muammo bormi? Imperator villasini tayyorlash kechiktirildi. Kechirasini oliyjanoblar uchun xonada qolishingga to'g'ri keladi. Bunday mulozamatlarga hojat yo'q. Mayli, roziman.
U uzoq vaqt davomida ishlatilmagan, dahshatli holatda. Qarshi emasman. Bundan tashqari man garovga olinganman. Nega bundan xursandsan? Bu joy anchadan beri ishlatilmagan va o'zida juda ko'p g'ubor to'plagan. Qani unda? Boshladikmi? Avvalgi hayotim yodimga tushib hayajonlanyapman. Ana Urisha xonim. Biz qilishimiz kerak bo'lgan biror narsa bormi? Man soqchilarimdan xonani tozalashni so'ray olmayman. Hech bo'lmaganda mebelni ko'tarib yuboramiz. Kattakon rahmat. Bir necha yil o'tgach, Arnold Hayen o'z otasi, ya'ni imperatorni o'ldiradi va keyin urush boshlanadi. Bu men uchun ma'noga ega bo'lmasa-da, uni otasidan uzoqroq tutishim kerak. Nega u dunyoga qarshi urush ochar ekan? Butun hayotim davomida meni o'limlarimning sababi mana shu Arnold Hayen boshlagan urush bilan bog'liq edi. Men urushga qat'iy qarshiman. Qaniydi o'sha urush bo'lmasa, dangasalik bilan uzoq umrimni bamayli xotir o'tkazardim. Buni qarang, u juda qattiq ishlayapti. Nima qilsa ham undan hech narsa chiqmaydi. Faqatgina biz valiahd malikaning xizmatkorlari bo'la olamiz. Hammasi yaxshimi? Seni avval ko'rmaganman. Yangimisan. Afsuski, saroydagi 3 yillik tajribamiz bilan faqatgina biz valiahd malikaga xizmatkor bo'la olamiz. Tura olasizmi? Hey, senga gapirishyapti. Agar valiahd malikani xizmatkori bo'lmoqchi bo'lsang, avval hurmat qilishni o'rgan. Qo'lingizdagi pardalarni endi yuvmaganingiz ma'qulroq. Nima? Hozir bahor, shu sababli kirlarni yoyish yaxshi. Keyinroq yomg'ir yog'a boshlaydi. Nimaga shuni aytyapsan? Bulutlarga qarang. Qushlar ham pastlab uchmoqda. Hozir bu narsalarni yuvgandan foyda yo'q baribir. Har doimgidek yangi boshlovchilar juda ham o'zboshimcha. Bu yetarli, qani ketdik. Bu ob-havo kuni bo'yi davom etadi, to'g'rimi? Biror joyingiz og'riyaptimi? Yo'q. Katta rahmat. Mani ismim Elsi. Meni qutqarganingiz uchun katta rahmat. Kiyimingiz iflos bo'libdi. Buni olib berish uchun qancha harakat qilishgandi. Buni yuvib tashlasak hammasi joyida bo'ladi. Nima? Yomg'ir yog'adi degani bu kichik matoni yuvish mumkin emas degani emas. Qani, bo'la qoling. Yuvish uchun shotka ishlatgan yaxshiroq. Siz o'zi kimsiz? Haligi yomg'ir yog'ishidan oldin boshlaylik. Dunyoning har bir mamlakatini kezib chiqish savdogar bo'lganimdagi hayotimda edi. Umrim davomida bu orzuyimni amalga oshirish uchun harakat qildim, lekin sira bo'lmadi. Va endi men hech qachon borolmagan yagona mamlakatimda malikaga aylanib turibman. Yirtqich hayvonga o'xshab poylab turishingiz odobdan emas. Haqiqatan ham har uchrashuvimizda hayratga solasan. Men o'zimni yashirishga urindim. Mana shunchalik uzoqdan his qila olasanmi? Bu sizga yarashmaydi. Bilaman, sezgarligimni yana bir bor tekshirib ko'rmoqchi bo'ldingiz. Nimaga qarayapsan? Shaharga. U yerdagi katta bino qanday bino? Kutubxona. Barcha ma'lumotlar o'sha yerda saqlanadi. Yo'q, ajoyib-ku. U yerdagi go'zal minorachi. Jamoat uchun va shuningdek soat minorasi sifatida ishlaydi. Uni qo'ng'iroqlari vaqtga asoslangan. Oh, qanday yoqimli. U yerda esa kattagina bozor bor, to'g'rimi? Bu imperator poytaxtidagi eng katta savdo ko'chasi. U yerdagi do'konlar ertalabki mahsulotlarni sotadi. Qanday ajoyib. Unda oliy hazratlari anavi nima bo'ldi? Senga nima qiziq ekanligiga shunchaki qiziqdim. Seni turmush qurish uchun majburlashdi.
Bu rostdan ham qiziqishga sabab bo'la oladimi? Bu orzuyimdagi mamlakat. Orzuyingdagi? Man bu mamlakatga uzoq vaqtdan beri kelishni xohlardim. Nikohga rozi bo'lganimning asosiy sababi bu mamlakatga bo'lgan qiziqishim bo'ladi. Bu mamlakatda seni hayratga soladigan yoki orzu qiladigan narsang yo'q. Bunday emas. Bergan ma'lumotlaringizdan ko'rinib turibdiki, bu yerda qiziqarli joylar ko'p va shahardagi odamlarning chehrasi juda ham yoqimtoy, ajoyib. Man biror g'alati narsani aytdimmi? Men sen kabi odamni hech qachon ko'rmaganman. Sen aytayotgan narsalaring va jismoniy qobiliyating oddiy zodagon qizlarga butunlay mos emas. Sen Gersik oilasida tug'ilgansan. His-tuyg'ularingni hech kimga qizig'i yo'q. Lekin oyi, Seni taqdiring valiahd shahzodaga turmushga chiqish va farzand berish. lekin mani orzularim. Ijtimoiy vaziyatlarda o'zingni tuta bilsang bo'ldi, shu yetarli. Bor e'tiboringni shahzodaga qaratasan. Boshqalar bunday narsani keraksiz deb hisoblasa ham, men ularni qadrlayman. Ular meni hech qachon yo'qotishni istamaydigan boyliklardir va har biri hayotimning qimmatli qismidir. Hayotimda biror narsaning qiymati bormi yoki yo'q, o'zim hal qilaman hammasini. Buni bilaman. Sen o'zing qilishni xohlagan narsalarni qilishing kerak. Men axir sen istaklaringni qo'llab-quvvatlashga va yordam berishga qasamyod qildim. Lekin nega? Senga aytdim-ku, men seni butunlay sevib qoldim. Har doimgidek yolg'on gapiryapti. Va seningcha bu kabi cheksiz qobiliyatlaringni men rostdan ham behuda deb hisoblaydi deb o'ylaysanmi? Men hech bo'lmaganda bular uchun yordam bera olaman deb o'ylayman. O'zing xohlagan narsalarni o'ylab ko'r. Senga qo'limni uchini tekizmaslikka roziman. Faqatgina bu safar buni buzdim. Men uni umuman tushunmayapman. Arnold Hayen. Nimani reja qilyapsan o'zi? Telegramdagi Anya Lovers kanali uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berishda ishtirok etdi. Tamyoka, Karasu, Mitsuha va Itachi. Tarjimon Mistobi, Taiming Itachi. Mayli keyingi qismlarda Anya Lovers kanalida ko'rishguncha sog' va salomat bo'linglar.